dadam o'lib qolmaydimi? Nega yaxshi bo'lmayapti? Hech narsa deya olmadim. Qizimni bag'rimga bosib dod deb yig'ladim. Nega yig'laysiz oyi dedi. Dadam bizga ot bo'lib bersin. Qachon dadam tuzaladi oyi? Nega har doim dadam kasal? Nega biz bilan o'ynamaydi? Nega xo'jayinimga umuman qaltis harakatlar qilish mumkin emas? Qandaydir harakat qilganda suyaklar tanani yirtib chiqib kelishi mumkin, chunki hammasi juda ham mo'rt holatda. O'simtani hisobiga juda ham mo'rtlashgan, sinib ketishi mumkin. Erim 4-stadiya rak, O'zbekistonda iloji yo'q deyshti. Faqat chorasi Turkiyada. Agar puling bo'lmasa, ilojini qilmasang, ering o'ladi dedi doktorlar. Bizga $50,000 kerak. Fursatimiz juda ham kam. Bu o'simta juda ham tezlik bilan o'sib borar ekan. Saxovat besh insonlar xo'jayinimni tuzalib ketishlari uchun hammanglar yordaminglar ayamanglar. Xo'jayinim, farzandlarimga, menga kerak. Bilaman, hayotda juda ham yaxshi insonlar ko'p. Meni eshitishadi. Albatta ular meni eshitib, qalban his qilib menga yordam beradi.